Assalomu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bugungi videoda Xudo xohlasa 12 yoshli o'g'lona nima tavsiya qildim, nimalar aytgan bo'lardim, shu haqida gaplashamiz. Hozir men 24 yoshda, ya'ni 2-mushalimda. Bundan 12 yil burun men 12 yoshdadim va 12 yoshdagi o'zimga va hozirgi 12 yosh o'g'illari nimalar maslahat bergan bo'lardim, shu haqida bugun Xudo xohlasa o'zimga ojiz fikrim berishga harakat qilaman. Nima ojizlikdir? Sabab odam xatolardan xoli 12 yosh vaqtimda men 5-klassdim. Shu vaqtda ingliz tili bo'yicha olimpiadalarga qatnashib boshladim. Ya'ni o'zi ingliz tili olimpiada 6-klassdan boshlandi, lekin ingliz tilini sal bo'lsa yaxshiroq bilganim uchun bir klass ular oldindan men bordim. Shu vaqtda ingliz tiliga qiziqishim yaxshidir va o'zim agar shu yoshda o'zimga tavsiya berib bildirgan bo'lsam, ingliz tilini mahkam turib o'rganishda davom etishi, ya'ni ingliz tili zarar bermasligiga kerak narsa bo'lganligini aytgan bo'lardim. Va ikkinchi zot bor. Shu vaqtda o'zim kompyuterga qiziqishim boshladim, lekin telefonim qiziqish vaqtda menda pedal bo'ldi. To'g'ri, telefon bilan qiziqish yo'qsa telefon ishlatish pedal taraflari bo'lishi mumkin, lekin nisbatan kompyuterga ko'proq diqqat etishi o'zimga aytgan bo'lardim va hozirgi 12 yoshda o'g'lim bu zotga tavsiya beraman. Sohasi yoki ketjak yo'li kompyuterga oid ta'lim farqi yo'q. Kompyuter o'rganish kerak, sabab kompyuter texnologiyalari, raqam texnologiyalari misol hayotimizga kirib bo'ldi. Bu narsadan foydalanib bilish, to'g'ri foydalanib bilish, bu zotdan allangancha yaxshi zotlar yasab bilish odam foydasini ishidir. Ya'ni nimadir buzilib qolsa, kompyuterda bo'lsin yoki kompyuter ichidagi sistemasida bo'lsin, odam o'zi tuzatib bilishi bu dum yaxshi malakalardan birisi. Ya'ni bozorga borib ustoz tuzatgan kompyuter ichini ochib, tushunarli hojatlardan ko'ra o'zi tuzatishi dum arzon bo'lsa, mutam tushishi mumkin va ertaga bu nimada bo'lacak bo'lsa bahosini farqli pullar bo'ldir. Ya'ni kompyuter oldida qarab turib kompyuter taniranda uni sifatini, xususiyatini qarab turib taniydigan odam bo'ldir. Ya'ni aldash qiyin bo'ldi. Ikkinchi zot, o'sha 12 yosh vaqtimda o'zim arab tiliga qiziqishim boshladim, lekin arab tilini o'rganishga imkoniyat, sharoit ya o'zimda motivatsiya, xohish bu darajada kuchli bo'ladi, lekin qiziqish bo'lar. Aylam bo'lardim, arab tilini yo'lini topib ko'ran. Arab tilini odam o'zini tarixini, o'zini ota-bobolari yozgan zotlarini birinchi eldan o'qib bilir. Ya'ni kimlardan talqini yoki kimlardan tarjimasini doğrudan o'zi o'qib bilgan darajaga yetdi va o'rgan odamni yo'ldan chiqarish, ozdirish va turli noto'g'ri aqimlarga qo'shilish ahamiyati pasaydir. Sababi bu o'zi birinchi eldan o'qib bilir, ma'lumotni to'g'ri manbadan qabul etilish imkoniyatiga ega bo'lar va arab tilini o'rganishni tavsiyadan bo'lardim. Keyingi zot 5-klass vaqtimda, ya'ni 12 yosh vaqtimda men matematikaga qiziqib turdim. Matematikani jillistim, qo'shtiruvchida esa matematikani o'qishni davom etish aydan bo'lardim. Sababi o'sha 12 yoshimdan so'ng men ingliz tilida olimpiadalar o'rganganim uchun hamma narsani inglashtirib, ingliz tiliga bor fokusimni, bor diqqatimni qaratib boshladim. Undan ingliz tiliga qarab ketdi. Matematikam qolib ketdi shu vaqt. Matematikani oxirigacha, o'sha 11-klassni bitirincha maktab bitimcha mahkam turib yaxshilab o'rganishni tavsiya etaman bo'lardim va hozirgi 12 yoshlarga kirib turadi bo'lsa, 12 yoshdan minus pluslardan farqi yo'q. Matematikani mahkam turib o'rganishni tavsiya etaman. Ko'pchilik chet elda sifatliroq, kengroq ta'lim olishi xohlashi mumkin va chet elga gidish uchun odamda har xil yo'l bor. Chetda ta'lim olish uchun to'g'ri yo'ldan gitsam bo'ladi, noto'g'ri yo'ldan gitsam bo'ladi, lekin noto'g'ri yo'ldan gitish tavsiya etilmaydi. To'g'ri yo'ldan gitish eng asosiy to'siqlardan biri bu sertifikat olish. Sertifikat ham ko'p turlari bor. Eng mashhurlaridan ikkisi IELTS bilan SAT. IELTSda ingliz tilini o'rganib gitsa bo'ldi, lekin bu to'liq granti hammadan kafolat berib qo'ymaydi. Masalan, Amerikada o'qiyotgan bo'lsa, to'g'ri ba'zi kollejlar, universitetlar IELTS o'tishi mumkin, lekin grant olish uchun ansaqroq yo'l SAT. SAT ichida 2 zot bor, ingliz tili, qo'shimchasida matematika ham bor. Matematikani maktabda mahkam turib o'rgangan odam agar ingliz tilini o'rgansa, SATdan yuqori ball olib, chetdan grant olish qiyin bo'lmaydi. Va shu matematikani yaxshilab o'rganishim tavsiya etaman bo'lardim. Keyingisi social deklaratsiya qilishni tavsiya etaman, ya'ni ijtimoiy tarmoq internetda vaqtda bekor gidandan ko'ra bir narsani mahkam tutib, shuni yaxshilab o'rganishni tavsiya etaman bo'lardim. Bu narsa guruh ijtimoiy tarmoqda o'yinlar bo'lishi mumkin. Kichikdim shu vaqtda, yoshdim, hozir ham yoshman. O'yinlarni kamaytirishni, iloji bo'lsa o'yinlamasini aylan bo'lardim. O'sha 12 yoshda hozirgi o'g'llarim o'zim ham agar iloji bo'lsa gap aytgan bo'lardim, ya'ni 12 yoshimda men kompyuterga dimjonli qiziqdim, endi notebook bor, lekin men unda dasturlash va boshqa zot o'rganish o'rnida ko'pincha vaqtimni o'yin o'ynashga o'tirdim. To'g'ri, bu klaviaturada tezroq bosishi yo kompyuteri ondan girib ondan chiqishi menga anksiyadan bo'lishi mumkin, lekin o'sha o'yin o'ynamaga gidiran vaqtimda boshqa zotga gidiramdi. Hozir
hazilga nisbatan ko'proq zavq bilan bo'lardi. Bu vaqtim bekor gitmedik bo'lardi va hazilga men götüren shu yoshdagi o'g'illar, shu yosh orasidagi o'g'illar ham, qizlar ham o'yin o'ynamasligini tavsiya etaman. Qaysi ma'noda shu o'ynamagan vaqtini yaxshiroq narsaga sarflash mumkin. Shu vaqtda maktabda bizlar matematika muallimati, Sevara muallim bu bizlar ayniqsa ma'lum aytibdi, o'yindan nima paydo bo'ldi. Shu vaqtda men aytdim, bu odamni kayfiyatini ko'tardi, ya'ni o'yinda odam tutsa o'zini motivatsiya paydo bo'ldi, o'ynab turib o'zi ham shunga o'xshash o'yinlar yasashi mumkin. Kompyuterga nisbatan yaqinlashtir, kompyuterga ishlatmakdan, kompyuterda knopkalar bosmakda, yo'l ichini chiqarmoqdan qo'rqmayman bo'ldir debdim. Ya'ni ko'p odamda fobiya bor. Kompyuterga bilmaydigan kelmay yurib qo'ydim, buz qo'ydim, bet qo'ydim, natijada umri bo'yi kompyuterga masalan IT qurilmalari alini o'zim desmini kitdi, ya'ni qo'rquv bilan. Ya'ni o'yladim, nimani razma xato bosib qo'ysam, buz qo'ydim, buz qo'ysam uni to'g'rilab bo'lmaydir degan xayol bor odamda. Lekin u yerda kichik vaqtimda o'zi televizor pultindagi hamma knopkani bosib, televizorni buzib, yurishni o'rgandim men. Ya'ni kompyuterga qo'rqmaslik kerak. O'yin pedali bo'lishi mumkin qarsizdirmadi, lekin buni o'yinsiz ham aytsa bo'ladi. Va shu vaqtda men Sevara muallim to'g'ragan ekan. Ya'ni o'yinlar yo'q, o'yin prosta yo'qotish kerak. O'yinlarni boshqa ekalish kerak. Dastur boshlanish kerak. Kiber xavfsizlik o'rganish kerak. Shunga yaqinroq sohalar o'rgansalar bo'ladi. Misol uchun kod yozish va bo'lmasa miji ishlarga kallasi chiqishmaydigan, qiziqmaydigan bo'lsa, grafik dizayn, video montaj va boshqa sohalar o'rgansalar bo'ladi va biz ham inshaalloh kelajakda pedagog bo'ldir. Keyingi chaqirsam, maktabda baribir yosh davri ko'p odamda qiziqish bo'ldir, ya'ni yaxshi ko'rishi, qaysidir bir biz topib turib, shuni yaxshi ko'rish, ya bo'lmasa uni xato yozish berish, hammada boku deb, ya'ni FOMO, fear of missing out'dan qolib ketmaslik, hammani yaxshi ko'rish va bo'lmasa omat odamlar yaxshi ko'rgan dezi bor. Qaysidir biz baribir yaxshi ko'rish kerak, ular gapirish kerak, ko'ngil olish kerak. Bir zotda bo'lishi mumkin, lekin o'zim hayotimdan ham boshqa odamlar hayotini ko'rib turgan shu narsaga amin bo'ldim. Ko'pincha fail bo'ldir, ya'ni muvaffaqiyatsizga o'xshaydir. Maktabda o'rinda kimdir yaxshi ko'rib, buni o'ylanish holatlar ham bo'lishi mumkin, ya'ni yog'dalar ham bo'ldir, bo'lmaydir, lekin aksariyat hollarda bu narsa amalga oshmaydir. Ya'ni maktab vaqtida asosiy fokus diqqat odamda o'qishga qaratilishi kerak, o'qishini yaxshilab turib o'qish kerak. Maktab g'oyatdir, maktabdagi ta'lim bizda xudoga shukr bepul. Ya'ni shu vaqtdan foydalanib ta'limda yaxshilab o'rganib qolish kerak. To'g'ri, ko'pchilik aytishi mumkin, maktabda sifat ta'lim yo'q, yo bo'lmasa muallimlar bizlar yaxshi grammatur, lekin maktabdagi darslikdagi informatsiyalar o'zi ham odamni yaxshi bilan dunyo qarashini kengaytiradi va sal bo'lsa-da ilm beradi. Bu narsadan yaxshilab foydalanib qolish kerak degan bo'lardim. Bugungi video shundan iborat. Gaplarim ko'proqdi, lekin har xil faktorlar bor, har xil omillar, ta'sirlar bor. Senzura bor. Ijtimoiy tarmoq bo'lsa ham senzura bor. Men hozir orqaga turib ko'proq so'zlar aytishim mumkin, lekin uni izini o'ylash kerak. Ya'ni ko'proq gap bo'lsa, ko'proq buni menga salbiy ta'sirlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun gap shunday kasaman. Shu tavsiyalarni inshaalloh pedagog deb o'ylayman. Ya'ni asosiy tavsiyalar dil o'rganish kerak. Lekin dil o'rganish taqdirda odam ingliz tilini o'rgansin, arab tilini o'rgansin, yo bo'lmasa boshqa o'zini istan holland tilini o'rgansin, so'ng dil bilmagan odamlarga nisbatan past qarash, ularni pisand bilmaslik, o'zidan ichki bir avtoritet yo bo'lmasa ziyod odam yasolmaslik kerak. Ya'ni chet tilini bilish, tashqari tilini bilish bu zo'r zot, lekin uni bilish odamni boshqa odamlardan qaysidir ma'noda ustun yo aqllat qo'ymaydir. Dunyo qarashini kengaytirishi mumkin, lekin bu degani dil bilmaganlarga nisbatan past nazardan qarash kerak deganda. Ikkinchi matematika bilish kerak. Muallimlar bizlar shu vaqtda qiziq misol keltirdi, agar do'konga gir qoldim masalan, kalkulyator yo'q ekan, natib hisoblajaksizdir. To'g'ri, hozirgi real hayotda bu narsa amalga oshishi qiyin, lekin matematikani bilan odam tanqidiy fikrlash, mantiqiy fikrlashi yaxshi bilir va bu narsa uni miyasini chang bosmon zaylama ishlashga yordam beradi. Matematika nim kerak bo'lgan zotlardan. Va shu gaplar video mansabli bo'ldi deb o'ylayman. Videolaringiz rozi bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.